Assalomu alaykum. Bo'stonuz kanali obunachilari sog'misiz, omonmisiz? Xudo xolasa biz bugun Yerlikala tumani Bo'ston shahrining Demol bozorini oldindamiz. Shu yerdagina ehtiyot qismlar sotiladi, shuningdek 4-kun kelsangiz, har haftaning 4-kuni ehtiyot qismlar bor edi. Nima keraksa. Assalomu alaykum. Bolgar qancha so'm ekan bu? 500 ming so'm. Rahmat. Ana do'stlar, shunday ehtiyot qismlar sotiladi. Bemalol kelib, har haftaning 4-kuni olishlaringiz mumkin kelib shuna. Assalomu alaykum. Budoylarcha bo'ldi. Sog'-salomatlisiz? Sog'liq yaxshimi? Savdosini bersin. Buğdaylar eneng zoru geldi yine. Buğdayını görünler Xorazmniki. 3000 oldu baxa. Navalığı 2900 taşap veremiz. 3000 so'm bo'ldi, qimmatlab. 3000 oldu. Verildi baxa. Verilib. Ko'proq qilaman desa. İnanın için buğdaylardan bayına mallık. 2800 so'm mu? 2800 dan bular. Seçkeler var. 2,5 so'm. 2,5 so'm seçkeler. Ajoyib. Dastavkası için 140. Ko'proq qilaman degan necha so'm bo'ladi? Gelişesiz. Nömr ayting. 77'lik 340 88 04. Rahmat. Savdongiz bo'lsin do'stlar. Yana bemalol telefon berasiz. Dastavkasi ichida sechki, buğday har turidan bor. Rahmat. Savdongiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Taruzancha so'm bo'ldi bular, assalomu alaykum. Taruz so'm 2000 bo'ldi. 2000 so'm kilosi. Ajoyib. Qizil bayrakniki. Qizil bayroq taruzi. 17 ming bo'ldi. Rahmat. Savdongiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Ana do'stlar, aytganimizdek ehtiyot qismlar. Har turidan bor. Yana bu zincircha so'm ekan bergi oq. Zincir 5 metr 200 so'm. 5 metr 200 ming so'm. Ya yipni çeyniydi mallar uchun kerak-da bu, hang. Menda bada shuningdek deyman, yip çeyniydi. To'g'ri-da unga hov arg'i nozikni qo'ysa bo'ladi. Malami? Budimda bu. Budim iri u mala bu. O arg'i biri bo'ladi. Ajoyib, 5 metr 200 ming so'm gap yo'q. Ana shunday ehtiyot qismlar bor do'stlar. Nasozdancha so'mmi? 80 ming so'mmi? Ana bemalol 4-kun kelasiz, olaverasiz, ana ehtiyot qismlar bor. Demirlarimizdan ham soni ko'payibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu to'kishancha so'mman bo'ldi bular? 40dan 120 gacha bor. Avvalgi haqqoniy tarazimiz ham bor ekan, bizmi? Uncha so'm bu. 130 ming so'm. Shundan foydalansalar yaxshi bo'ladi hozir. To'g'ri o'lchaydi. Gap yo'q, yana zincirlar bor ekan. Traktorlar uchun ehtiyot qismlar va amortizator. Balonlar 13lik, 15lik. Nömr ayting ağa. 93 bilan 773 51 49. Rahmat. Sog' bo'ling. Nima keraksa bor do'stlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Navolar ham bor ekan, bular ham sizdan. Yana do'stlar, shu narsalar ham bor. Bemalol telefon etib so'rayverasiz, kelishaverasiz. Yana sig'irlari, o'kizlari yem bermak. Ağa yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Shukr, rahmat. Necha so'mman bo'ldi bu chittalar? Chittalar 100 ming so'm. 100 ming so'm hali qaytmadi. Lekin klientga kelishib beriladi bu yerda. Klientlarga kelishib beriladi, obunachilari. Obunachilari qaytib beriladi, ajoyib. Bo'ston kanalidan chiqdim desalar qaytib kelishib beramiz. Gap yo'q. Dastavchi xizmatlar bor. Yana bir nomer aytib beraverik. 93 bilan 411 26 79. 93 bilan. Ana shu nomerlarga bog'lanasiz, shu bilan dastav. Aynen. Moskva deylar. Yana dadasi ko'rib turgan bo'lsa, bolangiz yana yurtdi. Bozorchi bo'lib ketdi. Sog' bo'ling, savdongiz bersin. Salomat bo'ling. Yaxshi, rahmat. Yaxshi. G'ovshancha so'm bo'ldi ekan bular, assalomu alaykum. 3000 so'mmi? Kultasi. Tamam. Ajoyib, gaping. G'ovshanga 3000 so'mman ekan do'stlar. Rahmat, savdongiz bersin. Bir yoncancha so'm bo'ldi, assalomu alaykum. Sog'lik. 2,5 ming so'mmi? Dastavka o'zingizdan ekan. Aparib beraverasiz so'roqlarni. Ajoyib, do'stlar, yon joyga gap yo'q. Ajoyib.
Nömür ayting. 95'lik 95. 445 1804. Do'stlar, shu nomerlarga bog'lanasizlar. Yonca keraksa, yoncasa joyida ekan, lekin gap. Ko'p bundan bor. Rahmat, savdoingiz bo'lsin, sog' bo'ling. Ha, sotib turgan ekan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahrining mol bozorini aldinda ehtiyot qismlar. Sotiladigan yerda bo'ldik. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Xizmatni qadrlab bir like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.